Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sotuvchi mijozni aldab sotishi haqida gaplashamiz. Birinchidan aldov turlari, ikkinchidan bu korxonaga qanday zarar keltiradi, uchinchidan aldanib qolmaslik uchun nimalar qilamiz. Endi aldov turlari haqida. Tarozidan urib qolish bu hamma sohada uchraydi. Misol uchun 1 kg emas, 990 gram hisoblab berish mumkin yoki narxini ko'p hisoblab borish. Aytaylik 15900 so'm chiqdi, sizga 16.000 so'm deb aytib yuborish mumkin. Bu kun davomida 1000 ta mijozga qaraydigan korxonalarda bu narsa katta summalarda farq qiladi. Keyin bir tovarni ko'rsatib boshqasini berish. Misol uchun aytaylik tayloqot beringsa bor, faqat Turkiyaniki bor deb, masalan, grip kod berish mumkin. Yoki umuman boshqa hamma sohada ham boshqa davlatniki bor deb o'rniga o'shanga o'xshash bo'lgan arzonroq yoki neходовой ketmaydigan dorini tavsiya qilish. Keyin tovarda yo'q xususiyatni bor deb aytish. Misol uchun bemor, men farmatsevt sifatida aytaman, burundan suv oqyapti, shamollashga dori bering dedi. Unda boshqa yo'tal, isitma chiqishi yo'q, faqatgina burundan suv oqishi bezovta qilyapti. Tayloqot o'rniga nemesil berib yuborish mumkin, to'g'rimi? Nemesil bu og'riqni qoldirib beradi. Shamollash paytidagi butun badandagi og'riqdir, lekin burundan suv oqishini to'xtatmaydi. Unga alohida fenilefrin saqlovchi o'sha tayloqot, gripxod, teraflu kerak bo'ladi. Keyin agar omborda tovaringiz ko'p bo'ladi, lekin bu oxirgisi deb aldab sotishi mumkin-da, ya'ni mijozni sotib olishga umid qilish uchun. Undan keyin o'z narxida sotyapman deb ustiga 1000 so'm, 10.000 so'm qo'yib sotadiganlar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun yoshligimda eslardim, studentchiligimda ba'zi bir mujizki tabletkalar, prezervativlarni ustiga 1000 so'm, 2000 so'm qo'yib sotgan talabalar eshitganman endi o'sha paytlar. Keyin to'g'ri kelmagan tovarni tiqishtirish. Masalan, ayniqsa bu kiyim-kechaklarda bo'ladi, sizga zo'r turdi, mos turdi, sizning razmeringiz ekan, rangi sizga juda ham mos tushdi deb aytadiganlar bo'ladi. Endi bu hamma sohada bor, umumiy aytaman. Endi bu aldab sotishning korxonaga qanday zararli tomonlari bor? Misol uchun aldanganini bilgan mijoz hayotda siz aptekangizga, umuman do'koningizga qaytib kelmaydi. Ikkinchidan, agar u shantachi mijoz bo'ladigan bo'lsa, sizni bitta rasmga oladi yoki umuman videoga olib internetda sizni sharmandaga chiqaradi, obro'sizlantirib yuboradi. Bu esa xalqda aynan sizning korxonangizga bo'lgan ishonchi yo'qoladi va xotirjamligingiz yo'qoladi. Chunki aldab sotgandan keyin odam vijdoni qiynaladi baribir. Savdodan baraka uchadi. Keyin bitta yolg'onni bekitish uchun yana bitta yolg'on gapirishga to'g'ri keladi. Bu esa o'sha ertaga Allohning oldiga borganda javob berish ham ancha qiyin bo'lib qoladi. Endi bunda qanday yo'l tutish kerak? Agar sizning tovaringiz aybi nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, uni aytib sotish kerak va kerak bo'lsa arzon narxda berib yuborish kerak. Ikkinchidan, tovar xususiyatlarini yaxshi bilish kerakda, uni sotuv paytida ishlatish kerak. Misol uchun boya mana Renni degan dori. Buni tarkibiga nimalar kiradi? Aynan o'sha tarkibidagi modda qaysi xususiyatlari tufayli yordam beradi. Ya'ni mijoz sotib olayotgan narsasini o'zi o'sha necha pulga sotib olyapti, o'sha olayotgan puliga arziydimi, yo'qmi, qanday foydalar topyapti. Agar bilsa, sotib olishga ikkilanmaydi-da. Demak, yolg'on ishlatmaslik uchun ishlatadigan gaplardan xususiyatini bilish va uni sotuv paytida ishlatish. Yolg'on ishlatayotganligini agar siz mijoz sifatida kuzatayotgan bo'lsangiz, aldanib qolmaslik uchun yolg'on tekshiruvchi savollar bering. Sotib olayotgan narsangizni xarid chekini olingda o'sha joyda o'zida tekshirib oling. Agar o'sha joyda o'zida tekshirib bo'lmaydigan katta ob'yomdagi narsa bo'lsa, aytaylik 50 millionlik tarkibida 300 xil narsasi bor bo'lgan narsani o'sha joyda tekshira olmaysiz. Kafolat xati pechatlatib oling, keyin tekshirib, keyin sizga aytib boraman javobini deb. Agar qimmatbaho narsa olyapsiz, misol uchun iPhone, mashina, unday narsani sotib olayotganda biz uni bilmaymizda, masalan, uni xususiyatlari yoki aldab sotmayaptimi, ichidagi narsalarni, zapchastlar almashmaganmi bilmaymiz. Shuning uchun biladigan odam bilan birgalikda borib tekshirib olgan ma'qul. Yana bundan tashqari, misol uchun o'zingiz doim hushyor bo'lishingiz kerak. Avval olmoqchi bo'lgan narsangizni yaxshilab o'rganib, keyin sotib olsangiz yana ham ma'qul bo'ladi. Bundan ham qiziq videolarni o'tkazib bormaslik uchun bizga podpiskani bosib qo'ying va like bosib qo'ying.